Shoshgan paytingiz va nima taom qilishni bilmayotganingizda bu taom sizga juda ham qo'l keladi. Avvalambor tovuq qiymamizga tuz, ziravorlar, chesnok, tabga ko'ra tuzlarni solib, teftelkalarni yasab, sariyog'da yoki oddiy moyda chiroyli qilib qovurib olamiz. Mana shunday boshda ustini dimlab qovurib olsangiz, teftelkalar ochilib ketmaydi. Bular qizarib qovurilgach, ketidan piyozni ham solib, o'lguniga qadar qovurib olamiz. So'ng tomat pastasi, 1 choy qoshiq shakar, 1 choy qoshiq unni suvda atalab qo'shamiz. Ketidan tabga ko'ra tuz va suvni solib, ustini yopib, dimlab pishirib olamiz. Ko'pchilik obunachilarim gazda reshotkasini qanday tozalaysiz deb savol berishadi. Yaqinda o'zim ham universal bitta sredstvo topib oldim. Juda ham zo'r narsa ekan. Kun ustidan issiq suvda qo'yib, shundaygina ishqalab tashlasangiz, juda ham zo'r bo'lib yog'larni eritar ekan. Ayniqsa zararsiz va xlorsizligi juda ham zo'r ekan. To'g'risi, Crystal Freshga gap bo'lishi mumkin emas devordim. Ovqat pishgunigacha har xil garnirlarni yoniga qilsangiz bo'ladi. Masalan, guruch, grechka va yana shunga o'xshashlar. Men esa kartoshka pyure va qovurilgan kartoshkadan foydalandim. To'g'risi, bu darajada mazali bo'ladi deb umuman o'ylamagandim. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring, inshaalloh betida o'xshab chiqadi. Barchangizga yoqimli ishtaha.